Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimiz linzalar bo'ladi. Demak, bugungi darsda aslida Fayzullayev o'tib boraman. Birinchi navbatda linzalar haqida o'zini gapiradigan bo'lsak, linzalar texnikada juda ham keng qo'llaniladi. Asosan nurni yig'ish, tasvir hosil qilish kabi jarayonlarda ishtirok etadi. Birinchi navbatda nurlar haqida ozgina gaplashadigan bo'lsak, nurlar bir muhitdan ikkinchi muhitga o'tganda o'z yo'nalishini o'zgartiradi. Ya'ni, bular ikkita muhit chegarasi bor. Muhit chegarasi bor dedik. Mana bu birinchi muhit. Bu ikkinchi muhit. Aytaylik, ikkinchi muhit sifatida suvni olishimiz ham mumkin. Qanday? İkinci muhit. İkinci muhit sifatida aytaylik suv oladigan bo'lsak, demak biror bir nur havodan suvga o'tib kelyapti. Aytaylik mana nur oladigan bo'lsak, havodan suvga o'tganida o'z yo'nalishini dastlabki yo'nalishga nisbatan o'zgartirar ekan. Demak, dastlabki yo'nalishi mana bunday ketish kerak bo'ladigan bo'lsa, lekin endi oldingi yo'nalishga ketmasganda boshqa muhitga o'tgani uchun avvalgisiga sal boshqacharoq yo'nalishda o'tar ekan. Demak, bunda nurning vertikalga nisbatan hosil bo'lgan burchaklari alfa va beta bir-biriga teng bo'lmas ekan. Bu yerda nur bir muhitdan ikkinchi muhitga o'tganda nur sinadi ekan. Bu nurning sinish qonunini Snell qonuni bilan aniqlanadi. Snell qonuni. Ya'ni mana bu birinchi muhit uchun nurning sindirish ko'rsatkichi n1 bo'ladigan bo'lsa, n1 birinchi muhit uchun nur sindirish ko'rsatkichi n2 deydigan bo'lsak, ikkinchi muhit uchun nur sindirish ko'rsatkichi bo'lsin. Ana endi Snell qonuniga ko'ra shunday ekanki, mana bu yerda alfa tushish burchagi bo'lsin. Beta sinish burchagi bo'lsin. Demak, Snell qonuniga ko'ra birinchi muhit uchun nur sindirish ko'rsatkichini tushish burchagi sinusiga ko'paytmasi teng bo'lishi kerak. Ikkinchi muhit uchun nur sindirish ko'rsatkichining sinish burchagiga sinusiga ko'paytmasiga teng ekan. Bundan chiqdi, agar ikkita muhit nur sindirish ko'rsatkichlari teng bo'lmasa, ularning tushish va sinish burchaklari ham teng bo'lmaydi. Qachon teng bo'ladi? Bir muhit sindirish ko'rsatkichi ikkinchi muhitning nur sindirish ko'rsatkichiga teng bo'lganda, ya'ni muhit o'zgarmasa degani. Demak, ixtiyoriy nur bir muhitdan ikkinchi muhitga o'tganida o'z yo'nalishini qat'iy o'zgartirar ekan. Bunda sinish burchagi tushish burchagidan kichik bo'lishi ham mumkin, sinish burchagi tushish burchagidan katta bo'lishi ham mumkin ekan. Ana endi mana shu nurlarning sinishidan texnikada linzalarda foydalanamiz. Demak, mana quyida ko'rib turgan kameralarimiz, bular linzalar. Demak, masalan, ikki xil turdagi linzalar bo'lishi mumkin. Qavariq. Bu hozir qavariq. Mana bu linza otiq linza hisoblanadi. Bularga hozir farqini yozib ketamiz. Demak, mana bu nurning yo'nalishi ko'rsatilgan, ya'ni qavariq nurlarga parallel nurlar kelganda, qavariq linzalarga ular mana shu
havodan linza muhitiga o'tgani uchun o'z yo'nalishini o'zgartiradi va qandaydir nuqtada birlashar ekan. Qandaydir nuqtada kesishar ekan. Bu haqida batafsil ma'lumotlarni darslarimizni o'tib olamiz. Ana endi botiq linzalar deysiz, hali boshqacharoq bo'ladi. Demak, botiq linzalarga qaragan nurlar kelganida ular o'z yo'nalishini tashqariga sochar ekan. Sochilib ketadi bunday nurlar. Mana bu yerda ko'rinib turibdi sxemasi. Demak, mana biror bir nur kelganida mana ikki nuqta chegarasiga tushyapti. Mana bu tushish burchagi, mana bu sinish burchagi. Bu nur sindirish ko'rsatkichi har xil bo'lgani uchun tushish va sinish burchaklari har xil bo'lar ekan va ular o'z yo'nalishini o'zgartirib ketdi. Mana kelib, botiq linzada ham mana kelgan parallel nurlar o'z yo'nalishini o'zgartirib tashqariga sochilib ketar ekan. Demak, linzalar mana shu prinsip asosida ishlar ekan. Mana endi hozir o'tadiganimiz linzalarning turlari. Quyida ko'rib turgan linzalaringiz har xil turdagi linzalar hisoblanadi. Qavariq linza deb nimaga aytiladi? Qavariq linza bu chetki qismlari markaziy qismidan ingichka bo'lgan linzalarga qavariq linzalar deyiladi. Demak, hozir quyidagi 6 ta linzadan qavariq linzalarni topib chiqamiz. Demak, bu yerda adashib ketilgan ekan. Qavariq linza chetki qismlari to'g'ri qilingan. Demak, qavariq linzada mana chetki qismlari aytaylik. Mana bu chetki qismlar. Chetki. Mana bu qismlar markaziy qismlar bo'lsin. Markaziy. Demak, chetki qism qalinligi mana buncha, markaziy qism qalinligi mana buncha. Demak, bu yerda markaziy qismi chetki qismidan qalinroq. Yoki teskarisiga chetki qismi markaziy qismidan ingichkaroq bo'lgan linza. Demak, shu sababli bu qavariq linza hisoblanadi ekan. Bu yerda ham xuddi shunday, bu ham qavariq linza hisoblanadi. Ya'ni chetki qismlari markaziy qismlarga nisbatan ingichkaroq. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa. Bu ham demak belgilayapmiz qavariq linzalar ekan. Mana bu yerda mana bu chetki qismlari markaziy qismlardan chetki qismlari markaziy qismidan qalinroq mana. Mana aytilgan botiq linza deb mana aytilgan botiq linza deb chetki qismlari markaziy qismidan qalin bo'lishi kerak. Bu linzalar mana chetki qismlari rostdan ham markaziy qismidan qalinroq. Demak, bular botiq linza hisoblanadi. Bu yerda ham xuddi shunday chetki qismlari markaziy qismidan qalinroq. Bu yerda ham xuddi shunday. Demak, mana bular botiq linzalar ekan. Mana shunday qilib biz linzalarning turlarini ajratib olar ekanmiz. Mana endi demak, linza turlarini o'rgandik. Biz asosan mana shunday turdagi yig'uvchi linzalar haqida gaplashamiz. Xo'p, mana shu ko'rib turganimiz hozir yig'uvchi linza hisoblanadi. Bu linza ikki xil sirtdan tashkil topgan bo'ladi. Masalan, mana bu sirti, ya'ni yorug'lik tushayotgan sirti qaysidir katta bir aylananing sharning bir qismi hisoblanadi va u sharning egrilik radiusi R1 ga teng. R1 va R2 R2 esa mana bu qismi bo'ladi. Mana bu sharning bir qismini kesib olgandan hosil bo'lgan. Bu sirtning egrilik radiusi R2. Ya'ni demak, ikkita sharlarni kesishgan qismi linza bular ekan. Demak, R1 va R2 sirt egrilik radiuslari ekan. Sirt egrilik radiuslari ekan. Hop, ana endi sirt egrilik radiuslari berilsa va mana shu shishaning yoki linzaning muhitini deylik, nur sindirish ko'rsatkichi berilsa, demak bu yerda n
linza moddasining nur sindirish ko'rsatkichlari ko'rsatkichi bo'lsa, fokus masofa qanday topiladi degan masala qo'yilgan. Demak, bu yerda fokus masofa, birinchi navbatda fokus masofa haqida gaplashamiz. Demak, mana ko'rib turganlaringizdek nurlar barchasi bir nuqtada kesishar ekan. Mana shu nuqta fokus nuqta deyiladi. Fokus nuqta. Hop, shunday bir nurlar borki, ular o'tganida o'z yo'nalishini o'zgartirmaydi. Ya'ni linzadan to'g'ri o'tib ketadi. Ular masalan mana bu O shtrix to'g'ri chizib bo'ladigan bo'lsa, bu yerda O shtrix, bu yerda bosh optik o'q deyiladi. Bosh optik o'q, demak bunda nur yo'nalishini o'zgartirmaydi. Yo'nalishini o'zgartirmaydi ekan. Ya'ni nur qanday yo'nalishda kelsa, shunday yo'nalishda o'tib ketar ekan. Shu bosh optik o'q. Demak, simmetrik mana parallel nurlar tushganida mana shu fokus nuqtada kesishar ekan va ular mana shu bosh optik o'qda joylashgan ekan. Fokus nuqtadan o'tuvchi va bosh optik o'qqa perpendikulyar bo'lgan tekislik, mana bu fokal tekislik deyiladi. Fokal tekislik deyiladi ekan. Ya'ni keyinchalik guruhimizda mavzularda ko'rib boramiz. Parallel bo'lmagan nurlar fokal tekislikda kesishadi. Hozir biz faqat parallel bo'lgan nurlarni kesishini o'rganyapmiz. Demak, linzaning markaziy qismidan nurlar kesishgacha bo'lgan masofa, nurlar kesishgacha bo'lgan mana bu masofa F fokus masofasi deyilar ekan. Demak, bu yerda F linzaning markaziy qismidan nurlar kesishgan nuqtagacha bo'lgan masofa fokus masofa ekan. Bizning maqsadimiz mana shu fokus masofa qanday qilib topiladi, mana shuni topish bo'ladi. Endi bu yerda fokus masofani topish uchun biz yuqori linza formulasidan topamiz. Bu yerda ingliz tilida Lensmaker equation deydi. Demak, 1 taqsim f barobar bo'lar ekan, ya'ni fokus masofa muhitning nur sindirish ko'rsatkichidan birini ayirib, metrlik radiuslari ayrilganligi ekan. Ko'pchilik agar o'rgangan bo'lsa, o'rtada plus ishorani ko'rgan bo'lishi mumkin. Lekin aslida bu yerda minus ishora bo'ladi. Hozir negaligini tushuntiraman. Xo'p, demak aytaylik, mana nurlar chap tomondan kelyapti. Nurlar chap tomondan kelganda uchrashadigan birinchi mana bu sirt aytaylik. Bu birinchi sirt bo'lsin. Yaqin sirt deylik shuni. Yaqin sirt. Undan o'tib keyin uchrashadigan ikkinchi sirtimiz uzoq sirt bo'lsin, mana shu. Uzoq sirt bo'lsin. Demak, agar uchrashadigan sirt, ya'ni nur uchrashadigan sirt nurga nisbatan qavariq bo'lsa, unda sirt egrilik radiusi musbat olinar ekan. Agar uchrashadigan sirtimiz botiq bo'lsa, u holda biz sirt egrilik radiusini manfiy olar ekanmiz. Endi biz hozir mana shu yig'uvchi, ya'ni qavariq linzamizni ko'radigan bo'lsak, birinchi navbatda bizning holatimizda hozir bizda yaqin sirt ko'rib turganlaringizdek qavariq sirt hisoblangan. Yaqin sirt qavariq. Demak, uning egrilik radiusi R1 ni musbat olar ekanmiz. Ikkinchi sirt esa uzoq sirt.
ko'rib turibmiz. Nurga nisbatan botiq. Nurga nisbatan botiq. Bu sababli bu botiq sir bo'lgani uchun nurga nisbatan. To'g'ri, o'ng tomondan kelayotgan nurlar uchun nisbat bo'lishi mumkin, lekin biz hozir chap tomondan kelayotgan nurlar uchun olyapmiz. O'shaning uchun ham chap tomondan kelayotgan nurlar uchun fokus nuqta o'ng tomonda turibdi. Agar mabodoga nurlar o'ng tomondan kelganda edi, sirt egilik radiuslar ishorasi almashgani hisobiga endi chap tomonda paydo bo'lgan bo'lar edi fokus nuqta. Demak, bu botiq bo'lgani uchun R2 sirtimiz manfiy bo'lar ekan. Bundan 1 taqsim f teng bo'lar ekan n minus 1 taqsim r1 ayrilgan deylik. Xo'p, endi biz sirtning egirlik radiusining moduli haqida gaplashadigan bo'lsak, biz R2 ni modul R2 ni minusi deb qarasak bo'ladi. Shuning uchun o'rtada minus yozsa, mana bu yerda plus bo'lib 1 taqsim modulda R2 bo'lib ketadi. Mana endi sizlar ko'rgan formulaga o'xshadi. Mana bu yerda egirlik radiusining moduli olingan ekan. Xo'sh, mana bu demak, nima qavariq linza haqidagi nazariyamiz edi. Mana endi keyingisi sochuvchi linza haqida gaplashamiz. Bu yerda boya ko'rganimizdek, mana bu sirtlardan parallel kelgan nurlar sochilib ketar ekan. Mana shu sochilib ketgan nurlarni orqa tomonga yo'naltirsak, bir nuqtada kesishar ekan. Demak, markaziy qismdan boshlab hisoblaganda, mana shu nuqtagacha bo'lgan masofa f bu yerda hozir fokus masofa ekan. Fokus masofa ekan va bu o'ngdan kelayotgan nurlar uchun chap o'ng tomonda hosil bo'lmayapti. Chapdan kelayotgan nurlar uchun o'ng tomonda hosil bo'lmayapti-da, kesishmayapti-da. Chap tomonda kesishgani uchun fokus masofa 0 dan kichik bo'lar ekan. Ana endi bu yerda ham xuddi shunday mana bu sharning, ya'ni kesishmas emasda, shar oralig'ida deyilgan bo'lsak, mana shu shar oralig'idan hosil bo'lgan linza desak bo'ladi. Hop, biz sizlar albatta linzalarni yoshlikda lupalar orqali ko'rgan bo'lishlaringiz mumkin. Lupa ham xuddi shunday ikkita sharni kesishmasdan hosil bo'ladi geometrik jihatdan. Biz mana shu narsani qaraymiz. Bu yerda endi markaziy qismi ingichka bo'lgan linzalar haqida, ya'ni botiq linzalar haqida gap ketyapti ekan. Bu yerda ham adabiyot yozib o'tirishimiz shart emas. R1 va R2 bu mana shu sirtlarning egirlik radiuslari ekan. Bular hozir tekislikda emas, bular uchuvchining fazoda, ya'ni bular sharlarning, sferalarning egirlik radiusi, doiralarning emas. Endi bu yerda ham xuddi shunday. Mana bu n linza moddasining nur singdirish ko'rsatkichi ekan. Endi bu yerda linza formulasi qanday topiladi? Bu yerda ham xuddi o'sha formula 1 taqsim f teng n minus 1 taqsim r1 minus 1 taqsim r2 bo'ladi. Demak, mana bu yerda ham hozir bizda mana bu sir yaqin sir. Mana chapdan kelyapti. Mana bu esa uzoq sirt ekan. Mana o'ngdan kelyapti. Demak, bizda hozir yaqin sirtimiz, ya'ni chapdan kelayotgan nur uchun yaqin sirtimiz qavariqmi, botiqmi? Albatta botiq. Yaqin sirt demak botiq bo'lgani uchun uning egirlik radiusini R1 manfiy olamiz. Uzoq sirtchi. Uzoq sirt ko'rib turibmiz, qavariq. Ya'ni mana bu yerdan kelgan nur uchun, chapdan kelgan nur uchun qavariq bo'lib ko'rinib turibdi mana. Chapdan kelyapti, o'ngdan kelmayapti, chapdan kelyapti. Shuning uchun uzoq sirtimiz hozir bizga qavariq
bo'lib xizmat qiladi. Bunda R2 musbat ekan. Demak, bu yerda ham modul R1 ning manfiysini R1 deb olsak bo'lar ekan. Bu yerda matematik jihatdan hozirdan bo'lsa, ya'ni R1 manfiy bo'lgani uchun. Demak, bu yerda ham fokus masofa 1 taqsim f bo'lar ekan. n-1 ko'paytirilgan 1 taqsimda R1 o'rniga minusdan qo'yib modulda R1 ayrilgan modulda R2 ni qo'yamiz. Va mana sezib turibmiz, minus ishorani qavsdan tashqariga chiqarib olsak, n-1 1 taqsim modulda R1 plus modulda R2 bo'lar ekan. Mana yana o'sha sizlar ko'rgan formula va ko'rinib turibdi, bu 0 dan kichkina. Fokus masofa 0 dan kichkinaligi ko'rinib turibdi ekan. Demak, biz mana bu umumiy formulani bilib olsak va radius, egirlik radiuslar ishorasini topishni o'rganib olsak, keyin har qanday linza uchun bemalol fokus masofani topib olar ekanmiz. Bu yerda maslahat berardim formulani. Mana bu formulani yodlab olmasdan umumiy formulani yodlaganlaringiz yaxshi. Demak, mana biz ikki turdagi linzalarni ko'rdik. Biri yig'uvchi linza ekan, ya'ni nurlarni bir nuqtaga yig'ib beradi. Ikkinchisi sochuvchi linza ekan, nurlarni har xil yo'nalishda sochib beradi. Lekin ularni orqaga davom ettirsak, bitta nuqtada kesishadi ekan. Mana endi bitta qiziq savol bor. Botiq linza sochuvchi bo'lishi mana shunda adashib ketilgan ekan. Botiq linza yig'uvchi bo'lishi mumkinmi? O'chirib qo'yamiz. Botiq linza yig'uvchi. Biz shunday o'rganib qo'yganmiz. Mana shunaqa tipdagi linzalar sochuvchi bo'lishiga. Lekin men sizlarga aytaman, tushuntirib aytaman. Mana shunday tipdagi linzalar yig'uvchi ham bo'lishi mumkin ekan. Bunda masalan mana bu linzaning nur sindirish ko'rsatkichi. Linzaning nur sindirish ko'rsatkichi. Ana endi men shu linza atrofini havo bilan emasda qandaydir bir boshqa modda bilan o'rab olsam, qandaydir muhit bilan, aytaylik suv yoki boshqa bir nur sindirish ko'rsatkichi kattaroq bo'lgan muhit. Demak, bu n muhit bo'lsa, muhit bu muhitning nur sindirish ko'rsatkichi. Nur sindirish ko'rsatkichi bo'lar ekan. Mana endi biz boya yozgan 1 taqsim r n-1 1 taqsim r1 minus 1 taqsim r2 ni ishlata olmas ekanmiz. Bu xato bo'ldi. Endi umumiy formula bo'lar ekan. 1 taqsim f barobar n bo'lingan n muhit ayrilgan 1 taqsim r1 ayrilgan 1 taqsim r2 bo'lib qolar ekan. Mana ko'rib turibmiz, bu yerda aytaylik sochuvchida, ya'ni botiq linza uchun botiq linza deydigan bo'lsak, hozir bizda 1 taqsim r1 o'tgan safar keltirib chiqardik. Mana bu manfiy edi, bu musbat edi. Demak, bu 0 dan kichkinalik ya'ni. Agar bunday muhit tanlasam, n muhit n dan katta bo'ladigan biror bir muhit tanlaydigan bo'lsam, bunda n taqsim n muhit ayrilgan 1 0 dan kichkina bo'ladi. Va ikkita 0 dan kichkina sonlar ko'paytirilishi natijasida, ya'ni mana bu ham 0 dan kichkina manfiy ishora, mana bu ham manfiy ishoraga ega bo'ladi. Fokus masofa plus chiqib qolishi mumkin. Ya'ni bunda f katta 0 chiqib qolishi mumkin. Demak, botiq linza yig'uvchi linza vazifasini ham bajarishi mumkin yoki aksincha qavariq linza sochuvchi ham bo'lishi mumkin ekan. Demak, endi mana bu nurlar bo'yicha tarqalmaydi. Qandaydir tarqalib, keyin mana bunaqa bo'ladi. E'tibor beringlar, mana bunaqa bo'lib biror bir nuqtada yig'ilar ekan. Bu fokus masofa bo'ladi ekan. Fizik bilan
fokus masofa. Lekin bu formula ham umumiy formula emas. Bu barcha formulalar yupqa linzalar uchun yupqa linzalar uchun o'rinli ekan. Ya'ni aytaylik, markaziy qismi qalin bo'lgan linzalar uchun bu formulalar xato hisoblanadi. Bunda markaziy qismi qalin bo'lgan linzalar uchun Lensmaker equation deydi, o'sha formuladan topiladi. Lekin biz faqatgina yupqa linza bilan chegaralanib qolamiz. Ana endi eng muhimi linzalarda tasvir yasash. Biz odatda chizma chizayotganda yig'uvchi linzani shu chizma bilan chizamiz. Mana shunday chizamiz. Nega? Chunki mana shu strelka manday davom etadigan bo'lsa, bu qandaydir qavariq linzaning bir qismi hisoblanadi. Xo'p, sochuvchi linzani esa mana bunday qilamiz. Bu yerda ham xuddi shunday manday bo'lib, mana buni bir qismida bu. O'shaning uchun shunaqa shartli ravishda belgilash kiritilgan ekan. Lekin aytib qo'yay, har doim, demak, qavariq linzalar yig'uvchi emas, har doim botiq linzalar sochuvchi emas ekan. Lekin biz masalalarda odatda mana shu yig'uvchi linzalar bilan qavariq linzalar, sochuvchi linzalar esa botiq linzalar sifatida ishlab ketamiz. Endi mana shularda tasvir yasash qanday bo'ladi? Demak, birinchi navbatda biz mana linzaning bosh optik o'qini chizib olamiz. Mana bu chizib, hozir bizda bosh optik o'q ekanligi. Bu o'qdan yuradigan nurlar umuman hech qayerga sinmaydi, yo'nalishini o'zgartirmaydi. Ana endi biz boya keltirib chiqardik, biror bir nuqtada, ya'ni parallel nurlar kelganda biror bir nuqtada yig'ilar ekan. Mana shu nuqtani biz fokus masofa deb belgilab olamiz. Va odatda biz linzaning chap tomonida ham xuddi shuncha masofaga ega bo'lgan yana bitta fokus masofani qo'yib qo'yamiz. Va yana qo'shimcha fokus masofadan 2 barobar katta bo'lgan 2 fokus masofani ham qo'yib qo'yamiz. Ular endi yordamchi nuqtalar bo'lib xizmat qilar ekan. Ana endi biror bir buyum tasvirini yasamoqchi bo'lsak, mana bu AB buyum ruchkadan deylik, mana shu ruchkani linzada tasvirini hosil qilmoqchimiz. Buning uchun biz har bitta nuqtaning, ya'ni ruchka bo'ylab yo'nalgan har bir nuqtaning tasvirlarini hosil qilib chiqishimiz kerak ekan. Buning uchun bizga asosan 2 yoki 3 nur ham yetarli. Birinchisi parallel nurlar. Parallel mana shu nuqtadan chiqqan parallel nurlar linzadan o'tishi natijasida fokus masofadan kesishar ekan. Fokus masofadan o'tadi. Ikkinchisi, mana shu nuqtadan bosh optik o'qiga yo'nalgan nurni qaraydigan bo'lsak, mana linzaning mana shu nuqta, ya'ni bosh optik o'q bilan linzaning markazi kesishgan nuqta, aytaylik mana bu O, bu yerda O optik markaz deyiladi. Optik markaz. Optik markazning qiziq xususiyati, optik markazdan ixtiyoriy yo'nalishda nur o'tishidan qat'iy nazar o'z yo'nalishini o'zgartirmaydi. Mana shuni yozib qo'yamiz. Demak, optik markazdan o'tgan nurlar o'z yo'nalishini o'zgartirmaydi ekan, ular sinmaydi.
Demak, buni bir chekkaga zamitga olib qo'yamiz. Mana shunday ikkita nurdan foydalanamiz ekan. Demak, optik markazdan nurlar o'tganda avvalgi yo'nalishi bo'yicha ketar ekan. Demak, biz mana bu birinchi nur, mana bu birinchi nur bo'lsin, mana bu ikkinchi nur bo'lsin. Mana shu ikkita nurni kesishidan hosil kesishgan nuqtasi mana shu ikkita nurni kesishgan nuqtasi B shtrix, B shtrix B nuqtaning tasviri hisoblanadi ekan. Va xuddi shunday qilib A nuqtaning ham tasvirini hisoblasak bo'ladi. Hosil qilsak bo'ladi. Buning uchun birinchi navbatda biror bir yo'nalishdan nurlar chiqaramiz. Keyin o'sha nurlar, hozir buni chuqur tahlil qilamiz. Vaqtimiz kamroq. Aytaylik, mana bittasi mana optik o'qdan o'tyapti. Mana shu bittasi. Ikkinchisi masalan qandaydir linzaga yo'nalgan biror bir nur bo'lsin. Mana bu. Aytaylik. Bu ham xuddi shunday kesisharkanda mana shu nuqtadan o'tar ekan. Demak, mana shu ikkita nurning kesishidan mana shu A shtrix nuqta hosil bo'ldi. Demak, bu yerda A shtrix A nuqtaning tasviri ekan. A nuqtaning tasviri hisoblanadi ekan. Mana shu barcha nuqtalarning tasvirlarini hisoblab chiqqanimda, chizib chiqqanimda bir to'g'ri chiziq hosil bo'lar ekan. Mana e'tibor beramiz. Demak, mana bu hozir strelka mana B ga qaragan edi. Bu yerga ham strelka B ning tasviriga qarash kerak, B shtrixga. Demak, hosil bo'lgan A shtrix B shtrix tasvir bu buyumning tasviri hisoblanadi. Demak, biz linzada tasvir hosil qilishni o'rganib oldik. Buni bizda onlayn simulyatsiya bor. Mana shunday ham ko'rsak bo'ladi. Google ga kirib FET kavarov deb yozsanglar, simulyatsiya chiqadi. Demak, masalan mana bu ruchkani linzada tasvirni hosil qilmoqchi bo'lsak, birinchi navbatda mana parallel nurlar yo'naltiramiz. Parallel nurlar hosil qildik. Demak, mana bu parallel nur. Mana endi bo'ldi. Ko'ryapsizlar, mana parallel nur bor. Bu parallel nur linzadan o'tganida mana bu nuqta, sariq nuqta bu fokus nuqta. Fokus. Linzadan o'tganida mana fokusdan o'tib ketdi. Yana bitta nur mana optik markazdan o'tyapti. Ikkinchi nur optik markazdan. Va mana shu optik markazdan o'tgan nur bilan fokusdan o'tgan nur kesishgan nuqtada ruchkaning tasviri hosil bo'lyapti ekan. Uchinchi nur ham bor, mana bu fokusdan o'tgan. Mana bu fokusdan, ya'ni fokusdan o'tib, linzadan o'tgandan keyin parallel bo'lgan, lekin bizga u kerak emas uchinchi nur. Biz ikkita nur bilan tasvirni hosil qilsak bo'lar ekan. Mana boyagi o'rgangan narsamiz mana shu yerda bor edi. Kerak emas. Demak, tasvirni yaqinlashtirib ko'rib, buyumni yaqinlashtirib ko'rib, tasvirni hosil qilsam bo'ladi. Va boyagi o'tganimiz linzaning egrilik radiusi uning fokus masofasiga bog'liq bo'lgan. Mana bu yerdan ko'rsak bo'ladi. Mana linzalarning egrilik radiusi o'zgarganida ularning fokus masofasi o'zgarishi natijasida mana ko'ryapsiz, fokus nuqtasi ham o'zgaryapti. Mana sariq nuqta siljayapti. Fokus nuqta siljib ketyapti. Va linzaning nur sindirish ko'rsatkichiga ham bog'liq. Bu narsani ko'p joyda aytib ketilmaydi. Lekin mana nur sindirish ko'rsatkichi o'zgarsa ham fokus masofa o'zgarar ekan. Endi bitta qiziq tomoni. Mana shu agar mana shu linza, ko'p linzamiz
juda kichkina bo'lganda ham, ya'ni yarim uzunligida bo'lganda ham baribir shu tasvir hosil bo'lardi. Agar men mana shu linzani oldini yarmini yopib qo'ysam, bu tasvirning yarmi yopilib qolmaydi. Demak, mana shu tasvir baribir hosil bo'ladi. Faqat mana bu keladi, mana diametrni o'zgartirib ko'ramiz buni. Tasvirning tasvir xiralashgani ko'rinadi. Tasvir hosil bo'laveradi, lekin xiralashgan. Diametrni kattalashtirsam, yana o'sha nuqta hosil bo'ladi. Tasvir hosil bo'ladi. Mana boya ko'rsatganimdek, mana bu uchqunning pastki nuqtasining tasviri mana bu pastda edi, tepada bo'ldi. Linza uchqunning tepadagi uchining tasviri pastda hosil bo'ldi. Mana shunday qilib tasvirlar hosil qilinadi. Lekin bizga ba'zan ortiqcha 6 ta nur kerak emas, 2 ta nur bilan ham tasvir hosil qilsak bo'lar ekan. Biz bunga yana qaytamiz sochuvchi linzani o'rganganda. Demak, endi tasvirga izoh beramiz. Tasvirga izoh beramiz. Birinchi navbatda tasvir haqiqiymi, mavhummi? Shuni aniqlaymiz. Ya'ni agar foyda yozib ketaylik. Agar tasvir linzadan o'tgan nurlardan hosil bo'lsa, bu tasvirni haqiqiy tasvir deymiz. Real. Aksincha bo'lsa, ya'ni qaytgan nurlardan hozir buni ko'ramiz. Unda mavhum tasvir bo'ladi. Mavhum tasvir. Bu degani biz tasvirni ko'ra olmaymiz degani emas, ko'ramiz. Faqat o'ng tomonda emas, chap tomonda ko'ramiz deganidir. Mavhum tasvir bo'ladi. Mana buni yaxshi tushundik. Demak, birinchi navbatda tasvir haqiqiy mavhum. Demak, mana linzadan nur o'tdi. Nur qaytib ketgani yo'q. Ikkita nur bemalol kesishdi. Nur bemalol mana bu qaysidir nuqtada kesisha olyapti. Demak, bu o'tgan nurlardan hosil bo'lyapti. Shuning uchun tasvir haqiqiy bo'ladi. Ikkinchisi, tasvir to'g'ri holdami yo teskari holdami? Demak, bizda hozir tepaga qarab turgan edi, endi pastga qarab qoldi tasvirimiz. Demak, bu yerda teskari ekan. Uchinchisi, tasvir kattalashganmi yoki kichiklashganmi? Bu narsani odatda biz chizmalardan aniqlashimiz qiyinroq. Buni aniq formulalarni topgan yaxshiroq maslahat beradi. Bu yerda hozir ozgina ko'rinib turibdi. Tasvir ozgina kattalashgan. Endi biz mana shu 3 ta xususiyatni berishimiz kerak. Tasvir haqiqiymi, mavhummi, teskarimi, to'g'rimi, kattalashganmi, kichiklashganmi? Va teskarisi. Mana shu 3 ta xususiyatdan biz linzaning turini ham aniqlab olsak bo'ladi, demak. U yig'uvchimi yo sochuvchimi? Shunday qilib ham topmasak bo'lar ekan. Kelinglar, yana bitta misol ko'ramiz. Masalan, buyumni fokus masofaga qo'yib ko'ramiz. Mana fokus masofa bo'lsin. Mana bu ham fokus masofa bo'lsin. Mana shu yerga bitta buyum qo'yaman. Demak, har doimgidek mana parallel nurlar jo'nataman. Va parallel nurlar fokus masofadan o'tishi kerak. Va optik markazdan nur jo'nataman. Bu o'z yo'nalishini o'zgartirmasdan ketadi. Va mana shu nurlar hech qachon kesishmaydi. Bularni mana shu yo'nalishda va orqaga davom ettirsak ham kesishmaydi. Ya'ni mana birinchi nur, mana bu ikkinchi nur. Bu yerda nurlar kesishmaydi ekan. Bu degani tasvir hosil bo'lmaydi. Siz o'zingizni ko'rmaysiz. Tasvir hosil bo'lmaydi. Yoki cheksizlikda hosil bo'ladi deb ham aytiladi. Hozir ko'ramiz. Mana fokusga qalamni to'lib qo'ysam,
Ko'ryapsizmi? Tasvir hech qayerda hosil bo'lmaydi. Na pastda, na tepada. Ya'ni buruchka o'ng tomondan turgan odamga ko'rinmaydi. Qizig'i, bu narsani sizlar Super 30 kinosida ham ko'rgansizlar. Ya'ni mana shu ikkita linza qo'yib, orasida qo'lini qo'ysa ko'rinmay qoladi. Nimaga ekan? Mana shu linzaning fokus masofasiga qo'lini qo'ygani uchun bu biz orqada tasvirni hosil, ya'ni tasvirni ko'rmaymiz. Lekin uni orqasidagi buyumlarni bemalol tasvirni hosil qilaveramiz. Ya'ni orqasidagi, qo'lda orqasidagi narsa ko'rinaveradi, qo'lda o'zi ko'rinmaydi. Endi tavariq linza bilan, botiq linza bilan tasvir yasab ko'ramiz. Botiq linza bilan tasvir yasayapmiz. Demak, har doimgidek birinchi navbatda bosh optik o'q chizaman. Ya'ni parallel nurlarni asosiysi optik markazdan o'tadigan. Mana bu fokus masofa bo'lsin. O'ng tomonda ham fokus masofa qo'yib qo'yaman. Bu mavhum fokus masofa. Mana bu 2F. Demak, buyum qo'yaman mana. Aytaylik, 2F ga qo'ydik. Masalan, shunaqa masala bo'lsin. Har doimgidek yana ikkita nur o'tkazaman. Birinchi nurim parallel nur bo'lishi kerak. Mana. Va u nurni shunday sochadiki, uni orqa tarafga davom ettirsam, fokus nuqtadan o'tish kerak. Ya'ni mana shunaqa qarab ketadi nur aslida. Hop, ikkinchi nurchi optik markazga yo'naltirilishi kerak. Ikkinchi nur optik markazdan o'tgan nur esa o'z yo'nalishini o'zgartirmasdan sochilib ketadi. Demak, mana bu birinchi nur, mana bu ikkinchi nur. Ular kesishadimi? Buni turibdi, kesishmaydi. Shuning uchun ularni mana orqaga davom ettirganimiz uchun mana shu nuqtada kesishdi. Mana bu A va B bo'lsa, mana B ning B shtrix tasviri mana shu yerda hosil bo'ldi. Va A ham uning tagida mana shu yerda hosil bo'ladi. A shtrix tasviri. Va endi mana buni tutashtirib qo'ysak, mana strelka B ga yo'nalgani uchun bu yerda B shtrix yo'naladi. Ana endi tasvirga izoh beramiz. Haqiqiy mavhum bo'lib turibmiz. O'tgan nurlar kesishmadi, shuning uchun qaytgan nurlarni kesishtirdik. Shuning uchun bu tasvir mavhum bo'ladi. Ikki. Bu tasvir to'g'rimi yo teskarimi? Buni turibdi, oldin ham tepaga qaragandi, keyin ham tepaga qarayapti. Demak, to'g'ri tasvir. Uchinchisi, bu mavhum tasvir kattalashganmi, kichiklashganmi? Chizmadan ko'rinib turibdi, bu kichiklashgan ekan. Demak, bundan teskarisini ham xulosa qilsak bo'lar ekan-da. Agar tasvir mavhum, to'g'ri va kichiklashgan bo'lsa, bu linza qanaqa linza desa, sochuvchi yoki tavariq linza deb aytamiz aniqroq. Demak, bunga o'xshagan masalalar juda ko'p. Hammasini ishlab chiqsa bo'ladi. Chizib, takrorlab chiqsa bo'ladi. Men darslar davomida ko'rib chiqsa bo'ladi. Buni to'liqroq hozir shu ikkita bilan chegaralaymiz. Kelinglar, bunga bitta simulyatsiya ko'rib ko'ramiz. Mana teoriyani qanday bitkazyapti, mana qaranglar. Keyin qaranglar, mana bu linzadan tashqarida bo'lsa ham farqi yo'q. Ya'ni bu yerda endi parallel nur bora olmaydi-ku demaymiz. Parallel nur bora olmagan taqdirda ham bu biz nima deydi? Ideologik jihatdan shunday qilyapmiz. Masalan, linzaga borgan qaysidir nur borki, u o'tganda baribir mana shu nuqtadan kesishadi. Shuning uchun biz soddalashtirish maqsadida mana shu nurlarni kiritib qo'yganmiz. Bu tasvir qayerda bo'lishidan qat'iy nazar baribir hosil bo'laveradi. Mana diametrni kichraytiraman, baribir tasvir hosil bo'ladi. Faqat tasvirni tiniq yoki xiraligi o'zgaradi. Mana nur sindirish ko'rsatkichini ham o'zgartirib boraveraman. Fokus masofasi o'zgaradi, egrilik radiusini ham o'zgartirsam, fokus masofasi o'zgaradi ekan. Mana boya ko'rsatganim, mana parallel nurlar bo'lmagan taqdirda ham shunday nurlar borki, bu yerda linzadan o'tgan bu nur bor,
Mana pastdagi har xil nurlar bor. Mana shu nurlar o'tishi natijasida orqaga davom ettirsak, qaysi nuqtada baribir kesishadigan nur topiladi. Parallel nurlar bo'lmasa ham. Lekin shuni bor deb tasavvur qilib ishlasak to'g'ri bo'ladi. Endi buni ishlaymiz. Ana endi bu yerda chizishda ba'zan mana shu hozirgi vaziyatimda mana bu ikkitamni juda parallelga o'xshamaydi. Bu nimaga? Mani chizishimni qo'lda baribir xatolik ketgani uchun. O'shaning uchun tasvir aynan qayerda, necha marta kattalashyapti, mavhummi? Buni hammasini bemalol matematik keltirib chiqarsa bo'ladi. Buni biz yupqa linza formulasi deymiz. Yupqa linza formulasi. Bunda masalan, yig'uvchi linzani faqat yig'uvchida emas, umumiyga ham o'rinli. Demak, mana bu fokus masofa. Mana shu F fokus masofa. Bu yerda mana 1 taqsim F deyman. Aytaylik, buyum qo'ydim mana bu yerga mana. Mana bu buyum. Buyumdan linzagacha bo'lgan masofa. Buyumdan linzagacha bo'lgan masofani D deb belgilaymiz. Bu yerda D buyumdan linzagacha bo'lgan masofa ekan. Bu yerda endi 1 taqsim D qilaman. Aytaylik, qayerda tasvir hosil bo'ldi. Mana bu tasvirni yasab qo'yamiz. Demak, mana parallel nurlar, bu yerda fokus bor. Fokusdan o'tadi, mana markazdan o'tadi, mana bu qayerdadir tasvir hosil bo'ldi mana. O'sha yerda mana bu tasvir bo'lsin. Endi linzadan mana shu tasvirgacha bo'lgan masofani linzadan tasvirgacha bo'lgan masofa F deb belgilayman. E'tibor beringlar, linzadan tasvirgacha bo'lgan masofa o'ng tarafga qarab hisoblanadi. Agar mabodo sizlarda agar keyinchalik o'tib o'taman, chalqimiz. Endi mana shu yerda 1 taqsim F deydi. Mana shu yupqa linza formulasi. 1 taqsim fokus masofa bo'larkan 1 taqsim D linzadan buyumgacha masofa plus 1 taqsim F linzadan tasvirgacha bo'lgan masofa. Ya'ni mana bu ikkovi bir-biri bilan bog'langan ekan. Agar D ni o'zgartirib boraversam, F ham o'zgarib boraverar ekan. Qonun bo'yicha. Endi agar yig'uvchi linza deb ishlayotgan bo'lsak, yig'uvchi linza deb ishlayotgan bo'lsak, fokus masofani 0 dan katta deb ishlaymiz. Va sochuvchi linza bo'ladigan bo'lsa, fokus masofani 0 dan kichkina deb ishlaymiz. Qo'y keltirib chiqardikmi? Shunday. Bu yerda ham agar yig'uvchi linzada kichkina 0 dan kichkina chiqsa, ya'ni o'ng tomonda emas, chap tomonda hosil bo'layotgan bo'lsa, mantiqan o'ylab qarasak ham, demak o'tgan nurlar kesishmagan ekan, shuning uchun ular orqaga yo'nalib chap tomonda ta'sir hosil bo'lyapti ekan deymizda, bu aniq mavhum tasvir bo'ladi. Mavhum tasvir. Bu yerda aniq o'zi F kichkina 0 bo'ladi. Chap tomonda hosil bo'lyapti. Mana shunday qilib yupqa linza formulasidan topsak bo'lar ekan. Endi bitta misol ishlab ko'ramiz. Masalan, mana linza F va 2F. 2F ga buyum qo'ysak, tasvir qayerda hosil bo'ladi desa, buni chizib o'tirishimiz shart bo'lmaydi. Demak, 1 taqsim F barobar bo'lgan 1 taqsim buyumdan linzagacha bo'lgan masofa F ga tengligi ko'rinib turibdi. Buni 1 taqsim 2F deyman, qo'shilgan 1 taqsim F deyman. Bu hozir oldindan bilishim shart emas. Buni musbat olamanmi, manfiy olamanmi? Ishlab ko'ringchi, agar manfiy chiqsa, demak u mavhum bo'ladi. Agar musbat chiqsa, demak haqiqiy tasvir bo'ladi. Demak, bundan 1 taqsim F barobar ekan, 1 taqsim katta F minus 1 taqsim kichik F. Bu ham 1 taqsim kichik F ekan. Demak, bundan F ni topsam, F bo'lar ekan.
bu linzadan o'ng tomonda 2f masofada hosil bo'lar ekan. Mana shu yerda f bo'lsa, bu 2f bo'lsa, mana shu yerda buyum hosil bo'lar ekan tasvirda. Tushunarli bo'ldimi? Endi bu birinchi misol bo'lsa, ikkinchi misol yana bitta qaraymiz. Mana bu yig'uvchi linza. Mana fokus masofa f dan kichkina bo'lgan joyda buyum qilsam, demak har doimgidek parallel nurlar o'tkazaman. Parallel nurlar fokus masofadan o'tadi. Parallel nurlar fokus masofadan o'tishi kerak. Mana endi optik markazdan nur jo'nataman. Mana ko'rinib turibdi, bular kesishmaydi. Shuning uchun endi bularni orqa tomonga yo'naltirishim kerak bo'lar ekan. Endi bular qayerda kesishar ekan? Mana shu yerda tasvir hosil bo'lar ekan. Kattalashgan, mavhum va to'g'ri tasvir. Bu tasvir. Bu buyum. Ketamiz. Endi o'xshadi. Tak, demak, bu yerdan nima qilamiz? Demak, 1/f deyman har doimgidek. Mana ko'rib turganimizdek, mana bu d, ya'ni buyumdan linzagacha bo'lgan masofa ko'rinib turibdiki, d f dan kichkina. Mana shuni ishlaydigan bo'lsak, endi 1/f-dan 1/d plus 1/kichik f deyman. Mana shu yerda hozir to'g'ri chizmada ko'rinib turibdi, f 0 dan kichkinaligi, ya'ni chap tomonda. Aytamiz, mana f 0 dan kichkina. Lekin hozir men mana bu yerda minus ishora olishim shart emas. Ishlaganimda agar f 0 dan kichkina bo'lsa, demak bu chap tomonda ta'sir hosil bo'lgan, chap tomonda ta'sir hosil bo'ldi, u obyektga mavhum bo'ladi. Mana shunday qilib, sekin-sekin linzani ko'rinmay topolsak bo'ladi tasvirning uchta xususiyatiga qarab. Yo'q, bundan 1/kichkina deyman. 1/katta ifodaning 1/d barobar deyman. d minus f ayrilgan d. Bundan f ni topsam, df d minus f. Agar d kichkina f bo'lsa, bu degani d dan f ni ayirsam 0 dan kichkina degani. Demak, bu yerda f 0 dan kichkina ekan. Bu mavhum tasvir ekan. Mana ko'ringlarmi? Mana bu yerda minus olib chiqishim shart emas. Bu mavhum chiqishi kerak deb. Demak, ishorani keyin ham aniqlab olsak bo'ladi. Oldindan bosh qotirishimiz shart emas demoqchi. Hop, mana shunday qilib linzalarda tasvir yasaladi. Keyinchalik darslarimizda linzaning kattalashtirish formalarini ham o'rganib boramiz. Hozircha shular. E'tiboringiz uchun rahmat. Bunda biz hozir linzalar bo'yicha asosiy qonunlarni o'rgandik. Darslarimizda chuqurroq o'rganamiz. Rahmat.